Kimda 6 sotiklik yer maydoni bor? Bu videoni ko'rib tursangiz, xudo xolasa, bu videomiz sizga manfaatli bo'lib qolishligi mumkin, nasib qilgan bo'lsa. Xo'p, yerimizni o'lchamlari ko'rayotgan bo'lsangiz, 30 metrga 21,70. Bu degani 6,5 sotik degani, oldidan sal oshiqroq. Xo'p, bu yerda hovli kirishlik uchun ikkita eshigimiz bor. Birinchisi darvoza, avtomobillar kirishlik uchun, ikkinchisi kalitka, faqat odamlar kirishlik uchun. Xo'p, bu binoyimiz mavjud bino, bu haqida gaplashmaymiz. Asosiy uyimizga kirishlik uchun mana ko'rib turganingizdek bu uyimiz 15,5 metrga, bu yog'i 21,65. 2 qavatli zamonaviy xonadon hisoblanadi. Xo'p, endi sizlarga bu uyimizni asosiy kirish yo'lagini, xo'p, bu loyihamizni, xo'p, endi bu uyimizga asosiy ichki kirishlik uchun mana ikki tomonlama chiqadigan zina qo'yilgan. Zinadan ko'tarilganimizda, endi aytaylik, zinamiz 45 sm 3 ta pog'onadan iborat. Uy ichiga kirilganda birinchi bo'lib tambur, bu joyimizda 2,60 ga 1,5 metrlik kattagina prixoshka deyiladi tamburimiz. Hop, ichkari kirilganda birinchisi o'ng tarafda shkafimiz bor. Ko'chadan kelganda kiyimlarni, oyoq kiyimlarni, bosh kiyimlarni yechib ichkari kirishligimiz uchun shkaf qo'yilyapti. Endi chap tarafda bitta rakvina qo'yyapmiz. Bu joyda ko'chadan kirgan paytimizda har xil holat bo'ladi. Kimlar bilandir nimalardir ushlaymiz, avtomobil boshqa. Mana shu holatda qo'limiz yuvib, toza holatda farzandlarimiz oldiga kiramiz. Xo'p, uy ichiga kirganimizda birinchi bo'lib chap tarafga qaraydigan bo'lsak, bu tarafimizda mehmonxonamiz bor. Uy ichidan kirishlik uchun katta 1.40 lik eshik qo'yilyapti. Eniga. Xo'p, bu joyda e'tibor beradigan bo'lsak, ikkita eshik qo'yilyapti. Birinchisi mehmonlar kirishlik uchun, bu tarafda faqat oila a'zolari kirishlik uchun. Endi bu joyda mehmonlaringiz keladi, ayollaringizga, qizlaringizga nomahram bo'lgan erkaklar bo'lsa, oshna og'ayingiz bo'lsa, mana shu eshikdan olib kirasiz, ichkarida o'tiriladi bemalol. Endi ayollar bu joydan taomlar olib kirilgan vaqtda oshxonadan mana shu eshikni taqillatadi, siz olib kirishingiz mumkin. Endi ikkinchi xonamiz asosiy eshikdan kirganimizda mana o'ng tarafdagisi oilaviy xonamiz hisoblanadi. 5,5 ga 5 metrlik kattagina xona. Xo'p, ko'rib turganingizdek bu joyda panoramik oynalar berilyapti. Asosiy kirish eshigimiz ham kattagina eshik, 1.40 lik, juda ham katta bu eshik. Xo'p, endi bu joydan ichkari kirilganda zina, ro'parada zinamiz ikkinchi qavatga ko'tarilishligi uchun buni keyin gaplashamiz. Xo'p, hovliga kirilganda, xo'p, uyimiz ichiga kirilganda bu joyda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, katta holimiz yo'q. Hol qo'ymaganmiz, chunki men holni ko'p holatda yoqtirmayman. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, hozirgi oxirgi paytda qurilayotgan xonadonlarda bir qavat bo'ladimi, ikki qavat bo'ladimi? Birinchi qavatga kattagina hol beriladi, holning atrofiga xonadonlar beriladi. Misol uchun, spalni o'g'il kelinni spalnisi, kelin-kuyov spalnisi, ro'parasida qaynona eshigi, ya'ni spalnisining eshigi. Bu joyda e'tibor beradigan bo'lsak, juda ham xunuk holat, ikkala eshik ochilganda ichkari ko'rinib qoladigan juda ham xunuk holat bo'ladi. Biz shu narsani yoqtirmaganligimiz uchun bu narsa bizning mentalitetimizga umuman to'g'ri kelmaydigan holat. Bu narsadan voz kechib, sal bu narsani chetlab o'tishga harakat qildik. Xo'p, bu joyda asosiy prixoshkamizga kirilganda chap tarafda mana ko'rib turganingizdek, yosh kattalar uchun spalni berilyapti. Bu joyda mana spalni, xo'p, o'zini radioteleskop sanuzullari bilan mana 1.30 ga 2 metrlik kattagina. Birinchisi bu joyda qo'l yuvishlik uchun faqat. Endi nima uchun bu joyda bu holat? Ichkarida kimdir yuvinayotgan yoki hojatxonada foydalanayotgan bo'lsa, ikkinchi, ya'ni ayol yoki xo'jayingiz bo'ladigan bo'lsa, bu joyda kirib turib, qo'l-qo'lini yoki yuzini yuvib, tahoratni olib chiqishlikka sharoit qo'yilgan. Shuning uchun ikkalasini ajratganmiz. Xo'p, endi bu joyda spalni uchun, mana spalnimiz razmerini ko'ryapsiz, 4,5 metrga 4,20. Ichkarida garderobimiz bor, kattagina, va bu joyda xonaning ichiga kirishlik uchun mana bu joyda katta eshik bor. Eshik oynali eshik bo'ladi, tashqaridan to'g'ri yorug'lik kirishlik uchun. Bu eshigimiz bu joyda balkon bo'ladi, to'siladi bu joyimiz va bu zinamiz podvalga tushlik uchun zina bo'ladi. Podvalga tushiladi, lekin tepasida kichik bir balkon bo'ladi. Bu faqat spalnidan chiquvchilar uchun. Endi bu joyda mana bu tarafda ko'rayotgan bo'lsangiz, katta oyna qo'yilyapti. Oyna bu orqa hovlidan xona ichiga yorug'lik kirishlik uchun sharoit qo'yilyapti. Va endi bu joyda e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu asosiy prixoshkamizga kirilganda o'ngga burilamiz. O'ngga burildik va chap tarafda bo'lsa, общий sanuzil ichkari kiriladi. Ichkarida mana unitaz hamda nimamiz, dushimiz, vannamiz bor. Bu joyda kimdir yuvinayotgan bo'lsa, mana bu joyda bo'yatganimizda kimdir kelib tahoratni olib yoki qo'l-qo'lni, yuz-qo'lni yuvib chiqishlikka sharoit qo'yilgan. Endi bu joyda ro'paradagi xonamiz oshxona.
Bu joyda ham taom pishiriladi, ham bu joyda yeb ichib o'tirishligi mumkin va oila a'zoyingiz bilan o'tirishligingiz ham mumkin sharoit qo'yilgan. Endi mana shu holatda biz bu joyga oyna berganmiz. Katta oyna ikki yonga ochiladigan. Endi bu joyda misol uchun hidi chiqadigan, kuchliroq har xil baliq qovursa, shunga o'xshash har xil taomlar pishiradigan bo'lsangiz, xohlasangiz tashqarida mana letniy kuxnyamiz bor. Tepalari yopiq holatda. Mana shu joyda pishirib, yeb ichib o'tirishingiz mumkin. Va bu joyda xohlasangiz bu yoqda miyaki zonamizda o'tirishingiz mumkin va bu ayni shu joyimiz, ya'ni mana shu qismimizni tepa qismi to'liq ochiladi hamda yopiladi. Mavsumga, vaziyatga qarab ochib yopishingiz mumkin. Va bundan keyin eng oxirgi xonalarimizdan biri letniy kuxnyamiz orqasida, orqa hovliga o'tishlik qismida bu tarafda mana kotelni qo'yilyapti. E'tibor beradigan bo'lsangiz, bu kotelni uyimizdan ajratganmiz. 1,5 metr atrofida ajratganmiz. Maqsad bu joyda gaz bo'ladi, har xil holat bo'ladi. Alloh saqlasin, portlashli holat bo'ladigan bo'lsa, uyimizga shikast yetmaydi. Uyimizning konstruksiya qismiga shikast yetmaydi, xudo xolasa, unaqa holat bo'lmasin ham. Va bu joyda orqada mana bu ko'rib turganingizdek 1,30 ga mana shu holatda, mana shu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz 1,30 lik orqa hovli tashlab ketganmiz. Bu yerga xohlasangiz zeleniy zona qilasiz, xohlasangiz brushatka holatda qolishi mumkin. Maqsad xonalar ichiga tabiiy yorug'lik kirishligi hamda tabiiy havoni almashtirishligi uchun bu sharoit qo'yganmiz. Agar sizlarga ham zamonaviy loyiha, agar sizlarga ham mana shunaqangi zamonaviy loyihalar kerak bo'ladigan bo'lsa, arxitektura xizmatimizdan foydalanishingiz mumkin.